Men ham yoshligimda aytdi, shu oshnalaring tomdan tashsa sen ham tashlaysanmi deydi. Agar meni oshnalarim tomdan tashlashib yuborsa, u katta ehtimol meni ideya ham bo'lib chiqadi. Siz lider yaratgansiz. O'zi ham shu parashyutsiz qora zalapanda sakrab o'rgan bo'lsa, u to'shni men. Любой kurugimdagi bolaning kichkina muammosida ham siz o'g'lingizning panjasi bor. 100%. Biz shu darajada kurugimiz bilan bir-birimizga mos tushganmizki, kurugimizda kimdir og'rib banisaga tushib qolsa, uni ko'rgani borsak, maksimum unga yeyish mumkin bo'lmagan narsalarni olib boramiz. Misol uchun, endi operatsiya bo'lgan odam Red Bull ichami? Yo'q, zato biz ichamiz. Shu bir 4 kundan keyin boramiz. Nimaga? Chunki bizdan oldingilar kelib ketgan bo'lishi kerak qandash urug'lar. Chunki o'zimiz olib borgan narsalarga to'ymaymiz, unaqa ko'p narsa olib bormaymiz-da. Bir-biring bilan yaxshi gaplashsang bo'lmaydimi deysiz? Yo'q, yaxshi gaplashsak bir-birimizni chopib boramiz. Bu o'g'il bolalarga qiziqadigan bo'lib qoldi deb. Agar bitta joyda turib 5 minut so'kinmasdan gaplashsa, u yer katta ehtimol janoza bo'ladi. Afsuslanmaysan shunaqa kuruging borligidan deysiz mumkin. Yo'q. Menga Elon Musk kurugi kerak emas. To'g'ri, kurugimizga bitta Elon Musk kerak-yu, lekin umuman afsuslanmayman.